Klinefelter sindromi va Down sindromi bu ikkala kasallikning bir-biridan qanaqa farqi bor? Bu ikkala kasallikning farqini ko'pchilik biladi. To'g'ri. Endi uni belgilarida masalan Klinefelter sindromini oladigan bo'lsangiz, yelkalar chanoqqa nisbatan tor bo'ladi, qo'l-oyoqlar uzun bo'ladi. Down sindromida bo'ladigan bo'lsa, og'iz yarim ochiq holatda, ko'zlar bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi, lekin yana bitta joyda farqi bor. Qarang, bo'ladi ikkalasida ham xromosoma holati kritda bo'lishi mumkin, lekin farqli tarafi karyotipda. Karyotipda qanaqa farqi bor desangiz, Down sindromida avtosoma xromosoma sonining ortishini hisobiga kelib chiqadi Down sindromi. Klinefelterda bo'lsa jinsiy xromosoma ortadi. Bunda karyotip qanaqa bo'ladi? Down sindromida 45 plus XX yoki 45 plus XY bo'ladi, chunki Down sindromi jinsga bog'liq bo'lmagan kasallik. Klinefelterda bo'ladigan bo'lsa, bu jinsga bog'liq bo'lgan, ya'ni faqat erkaklarda uchraydi. Bunda 44 plus XXY holatida uchraydi, ya'ni bunda jinsiy xromosoma soni ortadi. Mana shu ikkalasida ko'pchilik adashib qoladi karyotipni yozishda. Demak, Down sindromida avtosoma xromosomaning ortishini hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni 45 plus XX yoki 45 plus XY. Klinefelterda bo'ladigan bo'lsa, bunda jinsiy xromosomaning ortishini hisobiga sodir bo'ladi. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va menga like bosib qo'yishni unutmang.